Orqamdagi bu chodirlarni ko'ryapsizmi? Bu G'azo sektorida mavjud minglab chodirlarning mingdan bir qismi xolos. G'azo aholisi 2 yillik urush davomida o'z uylarining deyarli barchasini yo'qotdi. G'azo sektorining 90% aholisi endi yashashga yaroqli bo'lgan uylariga ega emas. Bu chodirlarning o'zi ham eskirib ketgan. Ular endi qish fasliga tayyorlanmoqda. Dunyo bo'ylab odamlar qishni va undagi yomg'irlarni yaxshi ko'rishadi. Lekin G'azo aholisi undan qo'rqadi. Chunki qish kelganda ular bu chodirlarda o'tira olmaydilar. Chunki yomg'irlar ichkariga oqib kiradi. Bu chodirlar tayyor yoki yangilangan bo'lishidan qat'iy nazar, ob-havoning o'zgarishlariga va qish faslini kutib olishga yaroqsiz holatda. Shuning uchun bugun biz Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti nomidan butun dunyodagi musulmonlarga murojaat qilamiz. Bu chodirlarda yashayotgan G'azo aholisi ularni qishning sovuq kunlari va yomg'irlaridan himoya qiladigan loyihalarda sizning qo'llab-quvvatlashingiz va yordamingizga muhtoj. Chodirlar, adyollar, ko'rpa-to'shaklar va issiq kiyim-kechaklar. Bu loyihamiz chinakamiga butun dunyo musulmonlarining katta e'tiborini va yordamini talab qiladi va biz Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida ishonch bilan aytamizki, dunyo musulmonlari G'azo xalqining yonida turadi, xuddi so'nggi 2 yil davomida bo'lgani kabi. Biz G'azo ahliga qish faslida yordam berishda davom etamiz va bu qish ular uchun tinchlik va salomatlik fasliga aylansin. G'azo uchun tayanch va suyanchiq bo'ling.